Hoy! Nechta qo'ya oldingiz? Bitta qo'zib oldim xolos. Ovozingizni o'chiring, boshqa viloyatlar eshitib qolmasin. Xabaringiz bor, 3-bor o'tkazilayotgan maqom anjumani bu galgisi Namangan viloyatida o'tkazilyapti. Navoiy viloyati maqom ansambli ham o'zi chiqishlari bilan, milliy qo'shiqlari bilan, maqom qo'shiqlari bilan ishtirok etyapti mana shu festivalda. Hozir qisqacha har bitta viloyatimizni o'zini pavilyonlarini, o'zlariga ajratgan joyini qanchalik darajada chiroyli qilib bezatganliklarini sizlarga ham ulashamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib Qoraqalpog'iston Respublikasini pavilyonidan boshladik. Bu respublikani pavilyoniga kelganingizda albatta mana shu hududga tushib qolganday his qilasiz o'zingizni. Qoraqalpoq milliy cholg'u asboblari maketlarini, o'tovlarni va bir-biridan chiroyli ko'rgazmalarni va asosiy sahnani ham bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana ikkinchi pavilyonimizga ham yetib keldik. Ikkinchi pavilyonimiz bu Toshkent viloyatini pavilyoni. Mani bu viloyatni o'ziga jalb qiladigan narsasi, ya'ni mani qoyil qoldirgan narsasi bu hunarmandchilik namunalari bo'ldi. Tasanno deyish kerak shunchaki. Marhamat. Mana bu minoralar rasmi tushirilgan chiroyli mana shunday patnislarni ko'rishingiz mumkin. Albatta biz Buxoro pavilyonidamiz va Buxoroni minoralari tushirilgan patnislarga ham e'tibor bering. Bu yerda albatta har bir viloyatni milliy an'analari, milliy qadriyatlarini aks etadi. Bu chiroyli atlaslarga qaranglar, bularni xilma-xilligiga, bularni ranglariga qoyil qolish kerak albatta. Jamoamiz qizlari bilan bir necha xilidan xarid qilamiz, xudo xohlasa bir xil bo'lib sahnalarda chiroyli bo'lib maqom qo'shiqlarni ijro etish uchun. Navbatdagi maydonchamiz bu Jizzax viloyati maydonchasi. Hoy! Nechta qo'ya oldingiz? Bitta qo'zib oldim xolos. Ovozingizni o'chiring, boshqa viloyatlar eshitib qolmasin. Navoiy viloyati maqomchilarini anjumanga aytib qo'ydingizmi? Vaqtliroq kelishsin. Ovozlari pavilyonni u boshidan bu boshiga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olish olmaydi. Aziz kuzatuvchilar, biz Qashqadaryo viloyati maydonchasiga ham yetib keldik va siz bu yerda Amur Temur maketini jonli tarzda ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Azizlar, boshqa viloyatlarni ham mana shu ko'shani oxirigacha ketma-ketligi bilan tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi manzilimiz Xorazm viloyati maydonchasi. Ana endi biz siz bilan Ichan-Qal'aga birgalikda sayohat qilamiz. Qani ketdik. Dunyo guldir og'ajon, umr yuldir og'ajon. Dunyo guldir og'ajon, umr yuldir og'ajon. Mani jonim san o'zgana, o'zbek yuldir og'ajon. Mani jonim san o'zgana, o'zbek yuldir og'ajon. Orqa sochim yelkama, taraq-taraq og'ajon. Orqa sochim yelkama, taraq-taraq og'ajon. Berma jonim qiynalur, suroq-suroq og'ajon. Berma jonim qiynalur, suroq-suroq og'ajon.